tadbirkorlar bankimizdan ko'rgan xizmatlardan foydalanayotganligi uchun sizlarga rahmat aytamiz. Birinchidan, Xalq bankida qanaqa takliflaringiz bo'lsa, muammolaringiz bo'lsa, bu muammolarda xususiy fonlarimiz bor, arzonlarimiz bor, xizmat ko'rsatish oldi. Hozir har chorakda mashhurda biz sayyor tadbirkorlarni ko'rishamizda ulardan takliflarni, muammolarini eshitish bo'yicha shunaqa hukumat topshiriq berilgan. Tadbirkorlardan Samarqand xizmati bo'yicha takliflaringiz bo'lsa, bemalol aytishlaringiz mumkin. Mahallangiz yaxshi ketyapti hamma ishlar. Hozir davlat dasturlari asosida aqalli kreditlar berilyapti masalan. Shunday kreditlarni oilaviy tadbirkorlik qilish niyati bo'lgan xonadonlar bo'lsa, hozir barcha imkoniyatlar yaratilgan. 500 dan muammo yo'q. Faqat aholi murojaat qilsa, shu aholining talablari ajratib beramiz. Sizlarda muammo yo'qmi? Siz pensioner so'ramoqchi edim. Anaqa pensionerlarga ham kredit bo'ladimi? Hozirgi produktlarda oldin o'sha pensionerlar